Dünya Uyghur Qurultayı 17 fevral bayonot e'lon qilib, Tayland Xan jamiyati hukumatining 11 fevral kuni Taylandning Suan Filo ko'chmanlar tutib turish markazida vafot bo'lgan Uyg'ur musofirlardan Abdulaziz Abdullaning o'lish sababini tekshirishni talab qilgan. Bu yil 50 yoshlik Abdulaziz Abdullah ismli bu Uyg'ur musofiri 9 yildan beri Tayland ko'chmanlar markazida intayin qiyin sharoitda tutib turilgan. Onun kesili keyinki 6 ayda eg'irlashib ketgan bo'lsa-mu, lekin kerakli davolashga erishamagan. Marhumning namizi 14 fevral kuni Bangkokdagi Harun masjidida tushirilib, shu masjidning musulmonlar qabristonligi dafn qilingan. Abdulazizning o'pka yollig'idan vafot bo'lganligi Tayland ko'chmanlar markazida qolgan 50 necha Uyg'ur musofirining sog'lomlik masalasiga bo'lgan andishlarini kuchaytirdi. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotida Tayland hukumatining ko'chmanlar markazidagi qolgan Uyg'ur musofirlarini qo'yib berishni talab qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 73 qitimliq iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlari yig'ini 16 fevral kuni davomli Xitoyning bu jihatdagi xotirasini ko'zdan kechirgan. Bu yig'inda mutaxassislar Uyg'urlarga doir nurg'un sezgir savollarni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Xitoy hukumat vakillarining Uyg'urlarga qaratilgan planliq tug'ut siyosati, Uyg'ur nufusining ozlab ketishi, qayta tarbiyalashga va kasbiy mahorat markazlari nomidagi lagerlarda tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni, ularni bu o'rinlarda tutib turishning qonuniy asosi, Uyg'ur madaniyat meroslarining qo'dilish ahvoli va Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarining ko'chirilishi qatorliq masalalarga oid sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlashi, bu masalalarga tushuncha berish talab qilingan. Xitoy vakillari bo'lsa, yodlab olgan so'zlarini qilib, Uyg'urlarning xotirjam va bayashat yashayotganligini aytib ko'z bo'yashga uringan. Amerikaning Xitoyga tava egizlikdagi sharni etib tushirishi ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirdi. Ikki davlat shar krizisidan keyin tunji qatim yuqori darajalik aloqani saqlagan bo'lsa-mu, Amerika bu mas'uliyatsiz qilmishni qayta takrorlamaslik kerak dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy tashqi ishlar munosabat komitetining mudiri Wang Yi va Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken Germaniyada o'tkazilgan 59 navbatlik Myunxen bexatarlik yig'ini jarayonida g'ayri-rasmiy ko'rishgan. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris 59 navbatlik Myunxen bexatarlik yig'inida so'z qilib, Amerikaning Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatining cho'nqirilishiga ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Harris so'zida Washingtonning Ukraina urushi portlagandan buyon Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning cho'nqirilashganligidan andish qilganligini aytdi. Yaponiya Davlat Mudofaa ministri juma kuni Yaponiya bexatarlik qismlariga noma'lum uchar jismlarning etib tushirishga bo'ladigan nishonlar ekanligi haqida yo'l yo'riq berganligini bildirdi. Buningdan boshqa Yaponiya doiralari yaqinqi bir qancha yilda butun havo tavalligida bayqalgan va Xitoyning jasuslik havo shari deb qaralgan uchar jismlarni etib tushirish iqtidorini bog'lamoqda ekan.